Aka hammaga aksiya qilib yotibsiz. Bizlarning obunachilarga ham cho'tka qilib aksiya qilib bering. Mana shu kravatlaringiz nechi pul? 600 mingdan ber uka. Holati yangi, taylari sonda bo'lib ochiladi. Aka, bitta gap aytaman. Bosh shortmi 500 mingdan baraka. Elarni ko'rsating. Taylari ochiladi. Ochiladi, cho'tka holatda turibdi. Barakami 500 mingdan? Baraka. Bularingiz nechi puldan? Bular original Huaydodiki, bularni 700 mingdan beraman. Mana 5 oling. 600 mingdan baraka. Qarang. Telar ochiladi, bosh tomoni ham xuddi shunaqa ochiladi, paralonlari ham qalin bo'ladi. Bunisi mexanizmli bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi, zo'r holatda. Xo'p, undan tashqari gaz plita bor ekan aka. Bu nechi pul? Vichkasi gaz plita, vichkasi bilan 150 dollar ber, faqat chang xolos turgan. Ichida ishqilari, hammani qiladiganlari komplet. Ishlamaydi, ishlamagan. Ishlaydi, ishlamagan yangi holatda turibdi. Nechi pul? 150 dollar. Bosh shortmi 1,5 million so'm. Odamlar mazza qilsa. Duh yarısini kravat ko'ryapman. Bu nechi pul aka? Bu duxyarisida uka chinordan qilingan 100% hamma yo'q yog'och 100 dollarga beraman bundan. Bosh shortmi 800 ming so'm. Obunachilar mazza qilsin aka. Xo'p, mana. Ratan 8 tali stolsunimiz nechi pul? Xo'p, sana obunachilar 3 millionga beraman. 8 Bosh shortmi 200 dollar. Odamlar mazza qilsin. O'rtoqlar egalari nomeri Telegram kanalida bo'ladi. Bemalol o'tib telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. To'g'rimi aka? To'ppa to'g'ri. Ko'rib qolinglar.